Assalomu alaykum. Ixlosga YouTube kanalimizning hurmatli tomoshabinlari va kanalimiz mehmonlari, Jiguli olmoqchi bo'lib yurgan yurtdoshlarimiz uchun dehqondan srochniy sotiladigan Jigulimiz chiqib qoldi. Xudo xolasa. Holatlari zo'r, motorlari, hamma narsasi ideal holatdagi Jigulimiz. O'zlari o'sha minib yurgan mashinalarni ozgina pul zarur bo'lib qolganligi uchun sotishmoqchi bo'lyapti ekan. Balonlarimiz shu o'rtacha holatda, xudo xolasa. 50-60%. Mana bu oldilari ancha yaxshi ham ekan. O'zini salonlarda holati mana shunday holatda mana. Sidinalar 07 sidina qilingan ekan. Bitta karatga o'taydi xudo xolasa. Yurishlarda muammo yo'q. Motorlari 06 motor, o'zi ham 06. Har qanaqa dokumenti bo'laverar ekan, o'tkazmoqchi bo'lsa o'tkazib olib, yoki bo'lmasa davernis ham qo'ysa bo'laveradi. Xo'p. Yili 85. 85. Kraskalari endi polni kraska bo'lsa kerak, menimcha endi bu yildagi mashinalar baribir oldin kraska bo'lgan bo'ladi. Xullas narxi mana shu holatini 12 million so'm deyapti. Agar kimga kerak bo'lsa, ekranda nomer qoldirib qo'yamiz, aloqaga chiqaverasizlar. Srochniga sotib olish kerak ekan xullas. Manzaramiz Farg'ona viloyati, Bog'dod tumanidan bo'lyapti, xudo xolasa.